Ko'pchilik yaxshimisizlar? Nima uchun shunchalik minavar qizlar odatdagi bir o'g'avallarni yaxshi ko'rib qoladi? Buningga hamda shu psixolog Adlerninki tadqiqotiga asoslanganda, masalan, shu yoshlardagi muhabbat deganimiz amaliyotda shularninki balalik davridagi shu hissiyot jihatdagi ikki kam qolgan ehtiyojini qondirish yoki to'liqlash. Yani bir yerki şu iki narsani ma'risanlar. Birincisi tavallik tuyg'usi. İkincisi o'zini muhimligini bekitish, muhimligini muqimlashtirish. Jihatdagi bu ikki xil narsa to'liqlash yoki qondirish. Minavar qizlar bo'lib qolsa, nima ma'risanlar, bularning ota-onasi kichikidan bularni qattiq talab qo'yadi, ching boshqurdi. Nurg'un ishildi qanday desanlar, u bolalarga vakolatan nurg'un qarorlarni o'zilam chiqarib oladi ota-ona. Bunda bo'lganda kichik bolalarning qalbida men ota-onam uchun hech qanday bir muhim rol o'ynamaydi ekanman. Mening gapimni ota-onam hech qanday muhim bilmaydi ekan deb kichikidan o'zininki ota-onasininki shartsiz muhabbatini his qilolmaydi. Bular cho'ng bo'lganda bo'lsa, bundaq odatdagi o'g'avallar bo'lib qolsa, bularni saranglach qo'g'lishidi. Bularga 100 dirhamning oldida gul so'q qiladi. Yotoq binosining oldiga kelib gitar chep beradi. Hatto to'xtamay shirin shekar gaplarni qilib, masalan, siz dunyoda bir shaxs bo'lgan bo'lsangiz, men uchun bir dunyo deganga o'xshash shunday gaplarni qilib, bu qizning qallisida men mush dunyodami meni bek muhim biladigan, mening yuzimni qiladigan bir odam bor ekan degan bir tuyg'uni shakllantirdi. Hatto qanday desangiz, buni mening ota-onam meni yaxshi ko'rdi ekan degandek bir xato tuyg'u kelib qoladi. İkinciden bu balla mesela yalğız qalğan vaqtida, ko'ngli yerim bo'lgan vaqtida, boshqa uning atrofida hech kim odam bo'lmagan chaqilda bularga ko'ngil bo'ladi, bular bilan aloqalashadi. Demak, mushu narsa qarshi tarafni bu qizlarning qallisida bir xil mukammal bir tuyg'uni, mukammal bir rasmni qanday desanglar shakllantiradi. Shunlashqa bu yerki muhabbat targiz qarshi tarafning chiroyi va boshqa narsa emas, balki kichik vaqtda qolgan shu ikki xil narsani qanday desanglar to'liqlash. Shunga bu yerki ota-onalar agar bolalaringlar kichik vaqtingizda mush ikki narsani, ya'ni bir tavallik tuyg'usi, muhimlik darajasini berolmasanglar, bular intayin ishtik muhabbatlashadigan yo'lga qanday desanglar kirib qoladi. Shunlashqa biz ko'nlarda agar shirinni ko'rmoqchi bo'lgan bo'lsang, Farhodning ko'zi bilan qara degan mush gap shu. Balkim kitob o'qishga vaqtingiz chiqmayotgan bo'lishi mumkin. Hech qisi yo'q. Kitobni anglasangiz ham bo'ladi. Siz kitob anglash orqali bir oyda 4 kitob, bir yilda 50 paj kitobni o'qib ola olasiz. Agar qiziqsangiz, shu videoning ostidagi ulanma orqali kirib anglab beqing. 抖音